Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum, hurmatli jamoat. Mana bugun biz ertaman Aravon Hajiya fondi ishchilari birgalikda Bo'stig'i ayli o'tmoqda. Mang'it ayli, To'loykan ayli, Oqshar ayli shularga Ramazon paketlarimizni tarqatishni boshlagan edik. Inshaalloh mana hozir tugatib, joy-joyiga yetkazib hammasini orqaga qaytyapmiz inshaalloh. Ehson qilganlardan, ehson qilmoqchi bo'lganlardan hammasidan Alloh rozi bo'lsin. Alloh hamisha qilayotgan ishlarini Alloh rivojini bersin. Yana bir narsani aytib ketmoqchiman, akalar, bu videolar har bir xonadonga kirganda videolarga olib videolari bilan chiqardik. Xonadonlarga kirganda uyni remontini yoki biron bir avtomobil mashinasini ko'rib turib gapirgan akalar bu qolyapti-da bitta-ikkita. Remontga keladigan bo'lsak, u xonadonda yo boquvchisi o'lib ketgan, o'tib ketgan inson bo'lib qolyapti, yolg'iz qolgan ayollar yoki boquvchisi kasal bo'lib, boquvchisi bir joyda bo'lib qolganlar bo'lyapti. Shuning uchun muhtoj, boquvchisi yo'qligi uchun, haqiqatan muhtojligi uchun olib kelib beryapmiz akalar. Inshaalloh qilayotgan insonlar hammasi joy-joyiga yetib boryapti. Alloh rozi bo'lsin, hammalar duo qilib turasizlar. Assalomu alaykum.